Xitoyliklar sal barglaridan poyabzal tagini tayyorlashda foydalanishini bilarmidingiz? Bu jarayon agave ssalana barglarini yigishdan boshlanadi. Keyin tolalarni ajratib olish uchun mashinaga solinadi. Ushbu bosqichda barglarning tashqi posti va etli qismlari olib tashlanib, faqat uzun, pishiq va mustahkam tolalar qoldiriladi. So'ngra ssal tolalari puxtalik bilan yuviladi va quyoshda quritiladi. Qurigach, tolalar qolgan har qanday iflosliklarni ketkazish uchun ehtiyotkorlik bilan taraladi. Shundan so'ng, ssal tolalari katta toylarga bog'lanib, qayta ishlash zavodiga jo'natiladi. U yerda ular arqon shaklida eshiladi. So'ngra poyabzal tagligini shakllantirish uchun qoliplarga presslanadi. Nihoyat, ssal tagliklari poyabzalning yuqori qismiga kuchli yelim yoki chok yordamida mahkamlanadi. Ushbu jarayon tufayli poyabzal nafaqat chidamli bo'ladi, balki atrof muhitga zarar yetkazmaydi. Bu esa moda sanoatidagi plastik chiqindilarni kamaytirish imkonini beradi. Siz ham shunaqa oyoq kiyimni kiyib ko'rganmisiz?